Merhabalar, bugün gidroelektr stansiyasini ishlash prinsipi, uni xarakteristikasi qanday ishlaydi, bugun ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuimiz albatta. Endi gidroelektr stansiyalarida bevosita va tushunib olishimiz kerak, suv elektr stansiyalar buning turlari juda ko'p. Aynan bugungi sxemamiz tayzik hosil qilish, ya'ni to'g'on hosil qilib elektr energiyani ishlab chiqarish bo'yicha gidroelektr stansiyalarni ko'rib chiqamiz. Unda qisqacha videolarimiz bor. Videolarni qo'yib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bu yerda generator joylashgan. Mana to'g'on elektr stansiyasini umumiy ko'rinishi. Hozir mana e'tibor berasizlar. Demak, tazyiq hosil qilish quyidagicha. Tazyiq hosil qilish to'g'onni yoritish bilan baholanadi. Demak, suv bosim albatta suv yuqori bosimga erishiladi. Yuqori bosimga erishishdan maqsad, asosiy maqsadi suvni tezligini oshirish. Suvni tezligini oshirish yuqoridan harakatlantiradi. Yuqoridan harakatlanib, to'g'ri mana generator parraklariga yetib keladi. Albatta, sinxron generator, suv generator parraklari. Aynan sinxron generatorga yetib kelgandan keyin generator rotorini aylantirib elektr energiya qisqacha hosil qiladi. Hozir videoda aynan qismlarni ko'rib chiqamiz. Mana umumiy olganda suv bosim bilan tezlik bilan tushib kelyapti. O'zi maqsadimiz ham xuddi shunday. Ya'ni suvimiz tezlik qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, qancha bir xil tezlikda oqadigan bo'lsa, bu ko'proq elektr energiya ishlab chiqarish imkoniyatini yaratib beradi. Demak, ushbu rasmda ko'rib turgan bo'lsangizlar, generatorni parraklari, ya'ni sinxron generator parraklari suvdan chiqib aylanma, ya'ni girdob hosil qilgan holatda parraklarni aylantiryapti. Nima uchun girdob hosil qilgan holatni tasvirlash mumkin bo'ladi? Bu albatta girdob hosil qilish birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi. Parrak bizga imkoniyat yaratib beradi, ya'ni tezlikni oshirish, yanada oshirish. Misol uchun, bitta oqimni 2 marta aylantirish orqali bu suvni oqimidan ham unumli 2 marta foydalanish imkoniyatini yaratib beradi. Ana ko'rib turgan bo'lsangizlar. Hozir mana yaqindan ko'rsatamiz. Mana suv turbinadan kelyapti. Turbina orqali mana generator parraki. Mana e'tibor qilamiz. Suv mana bu joydan yetib keldi. Generator parraklarini aylantiryapti. Aylantirgan paytida mana girdob hosil qilgan holatda, aylanma. Girdob hosil qilgan holatda aylantirib beradi. Mana e'tibor qilamiz. Bu generator parraklarini, ushbu generator parraklarini umumiy ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Bu har bitta teshikchadan kirib suvimiz, har bitta teshikchaga kirib, albatta suvimizni oldida nima paydo bo'lyapti? To'siq paydo bo'lyapti. Albatta qanchalik to'siq kam yoki ko'p bo'ladigan bo'lsa, ushbu to'siqlar umumiy to'siqlar. Generatorni rotorni, ya'ni generator rotorni aylantirish bilan harakatlanyapti. Va buning natijasida albatta elektr energiya olish imkonini yaratib beryapti. Har bitta mana o'sha ya'ni nima deydi? Parraklarga kiruvchi yo'laklardan kirib, parrakni aylantirishni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana generator aylantirish nimasi, yuqorida generator. Albatta, undan keyin suv elektr energiya, ya'ni GESlarda elektr energiya ishlab chiqarish uchun
ishlab chiqarilgandan keyin bevosita tarmoqqa, ya'ni tarmoqqa uzatilish imkonini beradi. Endi ma'lumot uchun aytib o'tishimiz kerakki, muqobil energiya sanaladi, aynan gidroelektr stansiyalarimiz, sababi uni zaxiralari qayta tiklanuvchi energiya zaxiralari toifasiga kiradi. Ma'lumot uchun shuni aytishim mumkinki, hozirgi mana 2025-yil sonida O'rta Osiyoda eng gigant gidroelektr stansiya albatta bu Tojikistonda joylashgan. Endi bitta ma'lumotni aytishim kerakki, qayta tiklanuvchi energiya manbalardan mana misol uchun oqilona foydalanish yo'lida mana gidroelektr stansiyalardan foydalanish juda samarali. Sababi albatta atrof muhitga zararli birorta ta'siri mavjud emas. Endi to'g'on hosil qilish jarayonida zararli bo'lishi mumkin. Aynan qaysida? Tuproqda namlanganlikni oshirish, ya'ni o'sha mahalliy tilda aytadigan bo'lsak, tuproqni mana Xorazm tilida aytadigan bo'lsak, mana zey chiqadi deydi-ku. O'shalarni ko'paytirish, oshib ketishligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Va albatta to'g'on qurgan paytida endi suv ombori, katta suv bosimida hosil qilish uchun ko'proq suv omboridan foydalaniladi. Bu keyinchalik avariya holatlarida albatta bu yomon tarafini ko'rsatishi mumkin. Aynan maqsadda juda kuchli himoyalangan, juda kuchli tazyiqlarni yotqizilgan, mustahkam holatlar bo'ladigan bo'lsa, hech qanday nima deydi? Zararsiz bo'ladigan bo'lsa, albatta elektr energiya arzon sifatli elektr energiya ishlab chiqarish imkoniyatini yaratib beradi aynan gidroelektr stansiyalari. Misol uchun viloyatimizda, Xorazm viloyatida borki, mana bilasizlar, Tuyamo'yin gidroelektr stansiyasi. To'g'rimi? Mana shu gidroelektr stansiyalardan mana oqilona foydalanish amalga Hurmatli talabalar, kanalimiz kuzatuvchilari, yana qaysi sizni qiziqtirgan savollar mavzulari bo'yicha yoritish berishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozib qoldiring. Siz bilan Xorazm energetika maktabi Hamzavod Hamizlar